Assalomu alaykum xalqim, assalomu alaykum. Aybga buyurmaysalar bir xalqqa bir iltimos bilan chiqdim. Bilasizlar, bir Furqatjon degan bir namanganlik akamizga sizlar bilan bosh-qosh bo'lib bir chiroyligina yig'solar yig'ib beruvdik. Shu insonni bir videolariga ko'zlarim tushib qoldi. Odamlar video montaj qilib, nonko'r u yoq bu yoq deb og'zidan bir qo'pol so'zlar chiqishiga majbur qilib, jonli efirlariga kirib, kasal odam, siz bilan biz sog'lommiz, siz bilan bizga ham pul berdimi, Sardor pul berdimi deb shunaqa bir kommentariyalar qoldiraversak, siz bilan bizda ham asabimiz dosh bermasdan har xil haqoratli so'zlar bilan javob qaytarib qo'yishimiz mumkin. 4 yil nogironlik aravachasida turib, shu bir qiz kichkinagina farzandini qo'lida qaramog'ida kun kechirib kelayotgan akamizga bir pul bergan insonlar, duo qilgan insonlar, paddish qilgan insonlar qolib, bir so'm pul bermasdan turib insonlar kirib, asabiga o'ynab, og'zidan qo'pol so'zlar chiqsa, videolarga olib mana nonko'rni ko'rib qo'yiladi deb menga ham videolarini jo'natishyapti. Shu insonlarga ham bir Xudo insof berish uchun bir xalqdan bir iltimos bilan chiqdim. Nogiron inson, qiynalgan inson, bir ruhiy, jismoniy sog'lom emas insonga kirib unday yozgandan ko'ra, kirib turib primoylarda aka yaxshi bo'lib qoldingizmi? Bizdan nima yordam? Oyoqqa turishingizga qancha qoldi? Ham ruhiy, ham ma'naviy, ham madaniy bir chiroyligina motivatsiyalar berishinglarni bir iltimos qilib chiqdim xalqim. Meni videolarini ko'rib qoldim. U insonga nisbatan men adovatim yoki husumatim yo'q. Bir joyda o'sha ehsondan keyin gapirib chiqqan joyim bo'lgan yo'q. Menga videolarini tashlayapsizlar. Sardor mana ko'r. Shu bu insonni odamlarning ko'ziga yomon ko'rsatish uchun. Unday narsa qilmanglar. Pul bergan, yordam bergan, qo'llab turgan insonlarni hech qaysi kirib turib unaqa narsa yozmaydi. O'z qissasidan qo'shmagan insonlar kirib turib pul deb yozgandan keyin, siz bilan men ham shunaqa javob qaytarib qo'yishimiz mumkin. Iltimos qilaman, shuning uchun xalqim, kirganlaringda ham chiroyligina shu insonga bir muomala qilinglar, chiroyligina bir qaralashinglar, qo'llaringdan kelmasa ham bir duoda bo'lib turinglar. Unday kirib odamni asabiga o'ynamanglar. Videolariga ko'rib qoldim, shtobi bu inson nonko'r, shtobi bu inson xalqqa tupurdi. Yo'q, unaqa narsa bo'lmasin. Kerak emas. Pul bergan insonlar xuddi menga o'xshab tek oyoqqa turib ketishiga, ikki oyoqda shunday ko'rishimizga kutib, mana Allohdan so'rab duolarni qilib turibmiz. Shuning uchun bir iltimos bilan chiqdim. Aybga buyurmaysizlar, to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Jonlaring sog' bo'lsin xalqim.